Potensialdan topishimini nimaga kirasiz? Yandexga potensiallar 2025 deb yozasiz. Undan keyin o'sha birinchisiga kirasiz. Onlayn test tilayman. Shuni chiqib ketadi mana shu yerdan. 6 ta variant bor. Biz bugun birinchi variantni ko'rsatamiz. Birinchi variantda birinchi savol. Eshitasiz. Mana bu yerda Здравствуйте. Я хочу сдать экзамен для получения патента. Добрый день. Вы можете сдать экзамен во вторник. С собой необходимо иметь паспорт и миграционную карту. mana shu gapirgan migratsion karta ekzamen hammasi qayerda gapirilyapti? Они говорят, ular gapiryapti deydi. Buni javobi Center testovaniyada gapiryapti. Bu magazinda gapirgani yo'q. Avtomasтерскойda ham gapirgani yo'q. Center testovaniyada. Javobi shu. Ikkinchisi Задание Если вы потеряли свои вещи в нашем магазине, обратитесь к администратору. agar siz bir narsangizni tushirib qoldirsangiz, kimdan so'raysiz deyapti? Sotib oluvchidan, administratordan, magazin direktoridan. U administrator magazini deyapti. U administratordan deb belgilaysiz. Uchinchi savol. Уважаемые граждане, оплачивайте свой проезд вовремя. Hurmatli fuqaro, grajdan o'zingiz to'lovingizni vaqtida to'laning deyapti. Buni parkda bunga bo'lmaydi, samolyotda aytmaydi, avtobusda shunday deyiladi. Avtobus. Uchinchi savol. Esda qoling, уважаемые граждане, оплачивайте свой проезд в автобусе. Shuni belgilaysiz. To'rtinchi savol. Уважаемые гости, приглашаем вас на автобус экскурсии по городу. Экскурсии будет в мае во вторник. Buni в 10 часов belgilaysiz birinchisini. Keyin 5-chi savol. Hammasini o'qib ko'rasiz. Tepada Bater приехали из O'zbekistona. Bater строитель. Кто вы профессия deyapti. Mana bo'sh joy to'ldirasizda. Tepada yozib qo'yibdi, mayda harfda yozishingiz kerak. Professiya, kasb nima yozdi? Tepada yozgandan keyin mayda harfda katta harfda mayda harfda Stроитель. Stроитель. Shuni yozasiz. To'g'ri javob shu. Oxirida miyakizak qo'yiladi. Buni keyingisi Сегодня суббота. Ammam приехали вчера. Bugun shanba, lekin onam kecha keldi deyapti. Bugun shanba bo'lsa, kecha juma bo'ladi, пятница. На стороне сотовой связи купил телефон. Телефонni belgilaysiz. Как вас зовут? Меня зовут Иван. Meniyani belgilaysiz bunda. Я приехал в Россию, здесь есть работа.
Men приехал в Россию, потому что здесь есть работа. Shuni belgilaysiz. Bitta yarimta bo'lishi mumkin. Adashayotgan bo'lishim mumkin. Oxirida bilmadan sana xato qilganimda. День Победы в России отмечает G'alaba kuni 9-may. Rossiya Federatsiyasining poytaxti Moskva. Великая Отечественная война закончилась. 45-yil tugagan. 45-yil tugagan. Содружество независимых государств Senga было образовано после распада СССР 91-yildagi nihoyat. Unda Rossiya bayrog'ini belgilaysiz. Statya Конституция Российской Федерации определяет граждан территории Российской Федерации. Согласно этой статье, bunda надо belgilaysiz. Ikkinchi, иностранный гражданин pользуется. Mana shu savolni ko'rdingizmi? Mana ko'p narsa yozilgan, shu ko'p narsaga belgilasangiz to'g'ri mana shu narsa. 16-savol. Иностранный гражданин Российской Федерации обязан. Bunisiga ham shu ko'rsangiz o'zi ko'proq yozib o'tdi. Однократный тактической регистрации фотографий. Mana shu fotografiyadan eslab qolsangiz bo'ladi. Shunisi bor. На территории Российской Федерации в отношении иностранных граждан совершено преступление, куда он должен обратиться за помощью. Bunda politsiyaga murojaat qilishingiz mumkin yordam uchun, deyapti. O'qib javobini o'rganib olsangiz bo'ladi. Для постановки отчетности призванный иностранный гражданин должен иметь. Да. Qo'yishingiz uchun pasport bilan migratsion karta belgilaysiz. Nima kerakligini aytyapti. Pasport migratsion karta. 19-savol. Administrativ. Если иностранный гражданин нарушил, agar нарушение qilsa иностранный гражданин, unda administrativni belgilaysiz. Boshqasi emas. Административное удовлетворение за определение Российской Федерации как мера административного наказания отношения. Верно ли это утверждение? Верно belgilaysiz. Проверить yondimni pasayish, shuni tekshirish. Nechta xato qilganmiz, nechta to'g'ri ko'rsatamiz. Проверить bosasiz. Mana pastda все разбойки uni. Всего правильных ответов 20 savoldan 20 javob hammasi to'g'ri bo'ldi. Mana shunday o'zingizni nimangizni tekshirib ko'rsangiz bo'ladi. Birinchi savolning javobi mana shu, hammasi buni yashil yozib o'tiribdi. Hammasi to'g'ri. Hozir to'ldiradigan joy mayda harfda yozish kerak. Stроитель. Oxirida mягкий знак qo'yiladi. Mana shundan adashmaslik kerak. Tamam. Center testovания. Shunday. Keyingi qolganlarini keyingi videolarimizda ko'rib borasiz.